Narxni sindirish mana bunaqa bo'ladi. 2 million 300 ming so'mdan mana. Voy Asadullo. 2 million 300 ming so'mdan hammasini olsin. Asadullo. Hammasini olsin aka. Bonusi bor. Barakasini bersin. Asadullo duo qilib qo'ying. Arzon bo'lsa videoni oxirigacha ko'rganga aka, xudo xolisa bonusi bor. Hammasini olsin mana bog'imizdan 4 kilo gilosimiz bonus aka. 2 kilo qulupini bo'lar aka. 1 kilo olmasi bilan mana. 1 savat mevasi bilan ketdi. Barakasini bersin. Voy, savdogarlarim olib foydalanib o'tgan safarga chiqargan qo'ylarimizni 200 tasini bir joyga sotib, mana yana yangi partiyalar bilan optim joylarda, optim qo'y bermadan, ya'ni Asadullo optimchi. Asadullo. Sizlar yaxshimi aka? Salomatmisiz? O'tgan safar mana 200 tasini bir yerga sotdingiz, ha? Aka, o 200 tasini aka bir akaga urdik, xudo xolasa aka. Savdogarlar olib ketdi. O'tgan safar aka narx yengil kelib savdogarlarga berdik aka. Bu safar faqat dehqonlarga beramiz aka. Arzon narx qo'yish bizdan, like kommentlarda. Lekin 9-may kunga qarang, va'da berilgandi. Hop, xotira va qadrlash kuniga xotirlatamiz narxlar deyilgan. Aka, esda qolar narxlar bo'ladi aka bu, xudo xolasa. Aniq videoni oxirigacha ko'rsin aka. Tildan chiqqan narsa doimo xudo xolasa aka otilgan o'qday gap aka. Katta gap yo'q lekin. O'tgan safar aka ko'rdingiz 132 tasini buxorolik obit aka olib ketgan, baraka qildimi aka? Bu safar ham xudo xolasa aka soni ko'p, narxi arzon. Barakasini bersin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Sardor Bloger kanali obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi akalar. Akalar, quruq gap yo'q, faqat amalda akalar. Mana aytishadi-yu, akalar gap desa qop-qop, ish desa Namanganda popidan topmas. Xudo xolasa aka yaxshi niyat turing. Labziga ega, haqiqiy optim. O'zini ham Instagramdagi nomi Asadullo optimchi bo'lgan Asadullo ukamizni qo'yib fermalarga yetib kelganmiz. Xudo xolasa bugun sanalarimiz aka 12-may 2026-yil akalar. Bugungi video syomkamiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroyda bo'ladi. Hop, Asadullo birinchi partiyamizga necha bosh? 80 bosh erkak variantida aka. Erkak, qo'chqorlar aka. Bayda bilasiz, o'tgan safar ham mana haydaganda aka birinchi partiyamizni o'ziga 200 ta haydaganlar. Bu safar mana xudo xolasa 80 boshga aka cho'kayapmiz Asadullo. Yo aka, cho'kishmas aka. Endi bunday gapda 200-300 ta bir partiya haydab qo'ysak bo'ladi. Lekin mana obunachilar partiya qilib sonni ozroq chiqarsak, 10 ta 20 ta 30 ta olaman degan odamga qulay bo'lyapti aka. Bitta partiyani ko'rib 80 tasini telefon qilib bor baraka jo'nat aytishyapti, barakasini qilib jo'natyapmiz aka. Maşallah, yosh oilalar qanaqa aka 4 oylik atrofiga olishaversin. Bo'y baslari 70 plus minus aka. Lekin ichida birorta aka pichimi ahda sovlig'i yo'q. Hammasi xudo xolasa oyoq qo'li uzun variantlarda. Quyruqlari tekkiz, notekkizi ham yo'q. Hammasi aka tik dumba. Ikkinchi o'rinda aka xudo xolasa narxini eshitgan inson men albatta o'zimga ishonch bilan aka inson nima ish qilyapsa ham o'ziga ishonch bilan qilsa albatta o'sha ishni uddalaydi deyishgan. Aka ishonch bilan aytaman. Xudo xolasa bugungi chiqaradigan narximiz sizga ham qulay bo'ladi, ham hamyonbop bo'ladi, ham eski narxda ham sotadi. Aka qo'zi oladigan inson hozir olishini tavsiya qilaman. Sababiki hozir juda ham narx tushgan payt. Sizga tavsiya qilaman. Ba'zi bir aka-ukalarimiz Asadullo qurbonlikdan keyin olaman deyapti aka. Aka qurbonlikdan keyin qo'zi topiladi, narx topilmaydi aka. Mana misol uchun hozir yegan qulupinimiz bor aka, qish kuni 400 mingga topish qiyin. Hozir qarang 15 ming so'm narsa. Nimaga arzon? Pishgan payt hozir aka. Hozir mana qo'yib narx arzonladi. Hozir desangiz hamma haligi ko'pchilik yomon ko'radi-da. Haligi o'ziligini o'tkazyapti. Unaqa emas. Voy, biz ham har doim yaxshi narsani ravo ko'ramiz aka. Obunachilarga ilinamiz aka. Biz ham bu darvozamizni bir kun yopib qo'ymaymiz aka. Ertaga endi emas, yil unaga oshib turish shu narsa. Bizdan bir marta olgan odam ertaga yana qaytib kelish kerak. Uka rahmat, mana qo'yingdan baraka topdim. 15-20 ta oldim, shuni qulliga mana 80 ta qo'y kelyapti. Uka rahmat, otangga rahmat deb turib olish kerak aka. O'shuning uchun narx-navolarni osmonda qo'yilmaydi. Asadullo Saroyda arzon aka, doim saroyda arzon. Chunki raqobat bor joyda hamma narsa arzon bo'ladi aka. Mana ko'kal to'ylarini qarang, jonivor satan qo'zi ko'pchil. Mana shu qo'zini ko'rib turib aka, to'g'risi gap, sifatiga qarab olyapmiz, lekin aka bu qo'zi sutdan realni ajragan qo'ziligi uchun bir qator orqaga qaytgan. Shuning uchun ko'zingizga yaraq etib tashlanmasligi mumkin. Men sababini aytib ketaman Asadullo. Qo'ydi ichida yurgan inson buni juda yaxshi biladi-da. Bir ko'rganda biladi aka. Qo'ydi ichida yurmagan inson yaltiragan narsani oladi. Hali aytadi, usti yaltiroq, ichi qaltiroq deyishadi. Aka bu qo'zi endi faqat periodga yuradigan qo'zi bo'ladi. Asadullo narxlarini qancha deymiz? Narx-navosini Ikrom aka osmonda qo'ymaymiz aka. Biz bilasiz aka. Xudo xolasa haligi bo'ladigan narxni qo'yamiz, telefon qilsa yana o'tib beramiz aka. 36, 37, 38 emas, 3,5 ham yo'q aka. 3 million 400 mingdan mana
xursandchilik mana buni. Barakasini bersin. Chiroyli qilib barakasini oling aka. Xudo xolasa sizga pichma tavsiya qilinmayapti, sog'liq tavsiya qilinmayapti aka. Ichida qo'tiri aka, kasali, nogironi, oyog'i oqsog'i, gangirboshi aka. Aybi nuqsoni bori qolsin. Aka sveji yaxshisini oling siz. Sizga tavsiya qilamiz. Xudo xolasa aka buni pulga olinganda qarang. Bitta ko'rib oladi bular. Albatta aka, har bittasini bittalab ko'rib, sog'lomligini tekshirib, yemagan ichmagan qo'ydi aka, obunachilarga ravo ko'rmaymiz aka. Imkon boricha davolab, o'zimiz tuzatib, ishonch hosil qilgandan keyin sotamiz aka. Unaqa o'zi bizda bo'lmaydi, xudo xolasa. Insongarchilik bo'lib qolsa ham shunaqa qilib aka, haligi nima deydi, qo'llarisini qilib, hashakka bemalol shu yemga o'tgandan keyin sotamiz aka. Aka, yil 12 oy mana shu bolalar faoliyatda, hech ham faoliyat to'xtamaydi. Shuning uchun iltimos, tepasiga keling, ko'ring, o'zingiz guvohi bo'ling. Asadulla, tanlab olsa qancha deymiz? Keng mana aka. Tanlab olsa plus minus emas. Tanlab olsa ham 34 dan aka. Optim narxida. Optim narxida. Aka qarang, o'rtasida bo'lib olsa ham shu narxda aka. 3 million 300 ming so'mdan mana xursandchilik bilan barakasini bersin o'g'il bola mana. Mashalloh aka. Xudo xolasa tanlab olsangiz 34 dan, optim olsangiz 3 million 300 ming so'mdan. Hayda aka, 34 dan emas, tanlab olsa ham 33 dan Akram aka. Voh. Mart odam oxirigacha mart uradi aka. Asadulla arzonchi nomiga yarasha aka. 3 million 300 ming tanlab olsa, hammasini olsa aka 32 emas, 31 dan mana. Barakasini bersin. 3 million 100 ming so'mdan bir joyga tortgandan odam ketaveradi aka. Maşallah. 3 million 100 ming so'mdan mana sizga optim aka. Ey birodarlar. Xudo xolasa mana shu qo'zi birinchi chiqqan paytini men eslayman-da. Realni gap. Mana shu fevral oylarida, aprel oylarida aka qo'zilarda narxi 3 million 800, 4 million, 4 million 200 mingdan boshlangandi. Mana xudo xolasa sizga endi real u qo'zilar 3 oylik, 2 oylik qo'zi edi. Bu qo'zilar mana 5 oylik, 6 oylik, 4 oylik qo'zilar. 3 million 100 ming so'mdan. Bundan ortiq tushmaydi aka. Ikrom aka qarang, 3 million 100 ming so'mdan ham qo'yyapsiz-da aka mashina. Lekin aka Liboy savdogari kelsa 31 dan aka bir joyga tortib ketib qoladi. Unaqa emas aka. Keyin qarab turing. Bunday gapda aka 80 taga imkoniyatim yo'q aka. Meni 10 taga imkoniyatim bor desa aka, mana bir chekkada haydaymiz aka. Shuni ketdi misol uchun mana 8 ta o'tdimi 31 dan ketaveradi. Endi oyog'idan sug'urish deyshadi aka. Bu qo'y bilan bu qo'yda ozgina farqi bor. Dastlabkasi bor, ozgina mehnati bor-da, rasxoti bor. 32 dan ko'zga yoqqan tortib ketaveradi aka. Tanlab olaverasiz. Tanlab olishaveradi. Ko'kini olishadimi, qora ola sariq farqi yo'q. Mashalloh. 32 dan uylariga yetib boradi, xudo xolasa. Asadulloh naqdi bugun buzasiz Asadulloh. Mashalloh aka. Ko'zni ochaylik. Aka, ko'zingiz yumuq bo'lsa, haqiqatdan ko'zingiz ojiz bo'lsa, so'qir bo'lsangiz ko'rmasligingiz mumkin. Lekin so'qir inson ham bu qo'zining narxini eshita oladi aka. Shuning uchun aka tavsiya qilamiz, xudo xolasa olgan insonlar aka baraka topayotgan, mana shu saroydan olib baraka topayotgan. Ayniqsa Asadulloh ukamizdan olib baraka topayotgan aka-ukalarimiz kommentariyaga bitta yozib qo'ying. Narxlar juda ham qulay. Faqat siz uchun arzon narxlar bo'lyapti. Asadullohning otangga rahmat yozib qo'yishdi. Duo qo'ysa aka narxni astoydil tushiramiz hali aka. Bu birinchi partiyamiz Asadulloh. Ikkinchi partiyasiga yana ham yengillardan chiqadi. Endigi partiyalarimiz ikkinchi partiyalarimiz Asadulloh. Ikkinchi partiyasiga ham aka 40 ta qo'chqor edi. Voy, videoni oxirigacha kuzatib turing. Bang'illaydigan joyi keladi hali aka. Yorvara ishillari bo'ladi. Bugun eski narxdan ham arzon narxlar qo'yiladi. Aka tilga javob aytavering. Har doimgidan xudo xolasa arzon qo'yamiz. Chunki aka soni ko'p. Donasiga 10 ming 20 mingdan qolsa ham aka bir dunyo pul qolib ketadi aka. Bizga endi bilasiz aka 300-400 kuniga qo'ysoqqandan keyin aka mol dunyo foyda qo'yilmaydi. Endi aka bunday gap. Bizda qulay varianti borligi, variant ko'p qishloqda aka. Saroyga kelishadigan bo'lsa bir kami 200-300 ta xonadonda qo'y borda aka. 10 ta qo'y olaman degan odam hech qanday ish bitmay ketmaydi aka. Kep ko'rib, ustida nima olayotganini ko'rib olish tarafdorimiz sizdan biz aka. Maşallah. Beydan ishladingiz? 40 ta aka. Xudo xolasa bular ham hammasi qo'chqoridan, 5 yulduzlardan aka bu ham. Yosh oilaga qanaqa Asadulloh? Aka 100 kunga olishsa bo'ladimi? 100 kun? Ha. Keng. Narxini ham 100 foiz oladigan narx qo'ydik. Bo'ldi aka, mana akalarni 31 dan qo'ydikmi? Bularni 3 milliondan qo'yaveramiz aka. Bular 3 milliondan? Ha. Bo'ldi aka. Ketdi mana 29 dan aka. Arzonchi. 28 dan mana. Aka. Qo'chqor a? 2 million 800 dan 40 ta qo'chqor aka. Voh. Maşallah. 3 million so'mdan emas, uzr. 2 million 800 ming so'mdan aka. Voy, tilam kelishmay qolibdi aka. 3 million tepasiga o'rganib qo'ygan ekan, tilam. Do aka, 3 milliondan pastini aytolmayapti ham til bechora aka. 2 million 800 mingdan oling, birodarlar. Qo'y berilyapti sizga, taka echki emas u. Aka olgan, bu qo'zi dumbalariga qarang, bir o'zgarmaydigan nogiron qo'zi emas.
Hammasi bo'ladi. Aka yeb ichariga Yaxshi sinovi bor. variantlar Mana qo'y. sinov olishadi Ikrom aka. Asadulloh. Teng mana aka, martga mart arzonchida yana ham arzon aka. Ya, 2 million 800 dan tanlab olsin, 2 million 700 dan bir joyga olsin, yo o'rtasidan bo'lib olsin, yo bir chekkasidan 5 ta haydab olsin. Bu narxni eshitgan odam voydod devormasa bo'ldi ishini. Aka 2 million 700 mingdan realniy narx. Telefon qilib PR ya bir haligi kelin chaqirib oldi unaqa emas aka. Labizimiz butun odammiz. Davleniyani ehtiyot qiling aka, qon bosimingizga ehtiyot bo'ling, ishonavering. Shu narxni eshitmabdi, like bosmasa endi aka bilmayman endi qanaqa uyat bo'ladi. Aka xafa bo'lmang. Bunaqa narxda to'g'risi gap endi topolmaysiz. Qaytmaydi aka, qaytmaydi. Ikrom aka mana yeb ichar nisbati aka bu. Voy Bu voy. g'ish-pish yoshlar aka bular bir narsa yutib olmagan aka bu. Shu 40-60 ming so'mlik bedani yeb duo qilib mazza qilib aka, mazza qilib boqishadi xudo xolasa. Tekinga o'zgaradigan narsalar aka. Bunaqa boqib bo'lsa hayda boqib qo'yversa, kuzgacha aka mana shu qo'ylar katta qo'chqor bo'lib qoladi. 4,5-5 millionlik qo'chqor bo'ladi aslida. Xudo xolasa, avval aka yaxshi niyat. Oy, avgustgacha aka boqsangiz aka 4,5-5 millionlik qo'z bo'ladi. Xotirjam. Telefon qilavering aka. Sut qo'zini narxida bo'lyapti Ikrom aka. Mashalloh, olganlar darmonda, olmaganlar ming pushaymonda. Mashalloh aka mana 5 yulduzli variantlaridan. Voy voy, Asadulloh. Aka yemga tayyorlardan aka avgustga desak ham bo'laveradi, lekin sentyabr, uzoq oktyabrga qo'chqorni zo'rdan qo'shib qo'yishadi. Xudo xolasa ko'p esillardan, sog'liqlardan aka bu. Voy voy. Mashalloh. Ola pakkalardan ham Nechta aka. 18 ta aka. Go'shoyligi 5 oy hisobiga olish bo'lsa aka. 5 oy ham 150 kun bo'ladi. qo'chqor ham yo'qmi? Ha? Qo'chqordan ham bor aka. Endi hozir emas, o'sha sentyabr, avgust oyida uka qo'chqor zo'rdan qilib ber deysin aka. O'ziga o'xshagan deyshadimi, Arashan Edirboy deyshadimi, o'sha 2 yosh, 4 yoshdan qilib beraveramiz aka. Qo'shib beraverasiz. Ha, qo'chqorni qo'shib beraman. Kelasi shu paytga aka, xudo xolasa, egiz yaxshi bo'lib qolsa, xudo xolasa aka, yaxshi niyat albatta. Inshaalloh. Narxini qancha deymiz? Narxini Ikrom aka 36, 37 to'qliga o'tib qolsa ham qo'lda chigalni yozamiz. Qo'lda chigalni. Qo'lda chigalni yozamiz. Agar mash qo'ylar to'qliga o'tib qolsa 5 million qarab ketib qoladi aka. 2-3 oyda endi 2-3 oy vaqt qoldi shunga ham. Lekin aka nomi qo'zi, 5 oylik qo'zi aka. 3,5 million so'mdan mana optim narxida chigalni yozamiz asalloh. Qo'lda chigalini Ikrom aka yengil yozamiz asalloh. Aka men 3,5 milliondan qo'ysam aka peshonalarga ham surab ketib qolishadi qo'ydi aka. Bo'ldi mana aka, arzonchi doim arzon. 100 ming so'mdan kamiga 3 million. Asadulloh, qo'lda chigalini yozamiz. Ikrom aka. Realni qo'lda chigalini yozamiz aka. Bo'ldi aka mana. Foydasi ham kam xudodan 3 million 300 mingdan mana aka. Mana shu bolaga bitta like mixlab qo'ysan aka. Xudo xolasa. 3 million 300 dan lekin Ikrom aka misol uchun mana qo'lga kirganda mana mashina ushlab tashlaydigan bo'lsa aka, bozorda kam 36 37 beradi, bersa buni. Lekin unaqa emas aka. Arzonchi doim arzon deymiz-ku. Endi buni oladigan inson Asadulloh siz bilan meni xudo xolasa yillar davomida xudo xolasa duo qilishadi aka, xudo xolasa aka. Qo'chqor olgan inson 1 oydir, 2 oydir duo qiladi, lekin mana bu urg'och so'liqlarni olgan inson xudo xolasa yillar davomida siz bilan meni duo qilib boqsin. 3 million 300 ming so'mdan aka. Alloh topganga ham, sotganga ham. Xursandchilik bilan aka, hammasini olsa bir nima o'tib beraman mana. Baraka aka. Voh, mashalloh. Mana xudo xolasa qo'chqor. Turimga bor taqorodan bor. 5 oy plyusda qo'chqorlar aka. Bu ham sog'liqmi deb asalloh hozir sog'liq qaytarib chiqibmi deb. Yo'q aka. Qo'chqordi bular aka papalaridan, ho. Voy. Son nechta asallar? Aka soni 33 ta. 33 ta pahlavon. 33 ta aka, xudo xolasa olib borib yeminib 100 gram, 200 gram berib yuborib turib, kuzga borganda 1 kiloni xotirjam beraveradigan variantlar aka. 5 oy plyusda qo'chqorlar, qulog'i 100% butunidan aka. Asadulloh aka. olgan inson maza qiladigan variant ekan. Endi aka har narsani ham narxi bor, tillarni ham olmasning o'ziga yarasha narxi bor aka. Videoda bir xil ko'rinayotgan bo'lishi mumkindir, lekin yosh oilaga ozgina sifatida, bo'y-basti farqi bilan qo'yamiz narxini aka. Lekin hammasi borib bir xil narsa. Hammasi bir xil zotli qo'y. Uka, men 300 tani olaman desa, hammasi bir qo'roq qilib bersak ham begonasi yo'q ichida aka. Bir-biridan chiqishaveradigandan aka. Xudo xolasa asalloh. Nima deymiz narxini aka? Narxini Ikrom aka bitta narx qo'yaman aka. Faqat so'ramaysiz, so'ragandan hijorat olib olasiz aka. Qo'lni tirnoqqa qildirganmisiz? Yo'q aka, lekin siz bilan syomka qilishni boshladik. Mana qo'llar pomidor rang bo'lishi boshlandi aka. Bunday gap Ikrom aka 36, 37 dan qo'ysam bozor ko'taradi. Unaqa narx qo'ymayman aka. 3 million 500 ming so'mdan 10 ta olishadim, 100 ta olishadim, bitta olishadim, optim narxida mana aka. Barakasini bersin. Mashalloh Asadulloh. Aka. Maqsadim tortishmaslik. Aka, bizniki sotish, arzon sotish aka.
Xudo xolasa aka 3,5 million so'mdan tanlab olaversin asallar. Martliq dakasi mardi. Sobishdan oxirigacha degan ekan. 3,5 dan talla olsin 34 dan bir joyga olsin mana. Barakasini bersin. Mana shu yigitchaga. 33 dan. Baraka. Voy Asadullo. 3 million 300 dan aka. Hammasini olsin bir joyga ozgina xayri bor. Talla olsin lekin bitta ikkitaga 3,5 dan mana. Baraka. Oh, aka sog'liqda narxida. Ey. Narx. Gapim qolmadi men. Umuman gap qolmay qoldi, to'g'risiga. Bo'ladi aka. Insof bilan bu. Tepasiga kelib ko'raman. 33 dan o aka mana narxni umuman alaqamasdan syomka ham qo'lyaptilar, qayta eshitmasam-chi, nima bo'ladi? Asli akani ishi bitta beyda. Qayta eshitmasam, bu narxni nima qilaman deb aka siqilyaptilar. Siz ham aka siqilasiz. Shuning uchun oling, maza qiling. Asadullohni bitta duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Bu bola duoga ham rozi bo'laveradi. Aka bunday gap 33 dan aytdim-ki, hammasini olsa mana xayri bor, donasiga xayri bor aka. Bitta ikkitaga emas, hammasiga donasiga xayri bor aka. Tog'dag'idan kelsa 4 tapadir, yarim kilo qurtum yetib boradi aka. Shuncha mehnat qilyapmiz bitta laiksizlardan mana. Baraka aka. Asadullohni bugun ishtahasi juda ham karnay. Sababi eng oxiriga bunaqasi bo'lmagan. Bunaqasi bo'lmagan. Asadulloh haqiqiy ishtahani charxlab kelgan bola bugun. Ikrom aka. Soni nechta Asadulloh? Soni 33 ta aka. Voh, voh, voh. Endi ichida qo'chqor sog'lig'ini to'g'risi e'tibor berib, hali qaraganim, ruspet qilganim yo'q. Keldi chiqaryapmiz aka. Qo'chqari ham bor. Qo'chqari ham bor sog'lig'i, lekin bu narxda eshitgandan qo'chqor sog'lig'ining farqi yo'q aka. Tovuq bo'lsa ham olib berishaveradi aka bu narxda. Bunaqa narxda haqiqiy. Budana bo'lsa ham olib qo'yadi. Sayrab turgan bo'lsa bo'ldi. Ikrom aka soni 33 ta. Yosh o'ligidan keyin 2 oylik nari beriga olishaveradi aka. Katta qo'chqor 80 kg yuk qiladigan qo'ymas bu. Videoda qanaqa ko'rinyapti, lekin aka bemalol hashagini o'sha bedasini yeriga qoparaga urib yotibdi aka. Endi kuzgacha aka hali 5 oy, 4 oy vaqt bor-da, qishgacha 7-8 oy vaqt bor. Qishgacha hayda boqib qo'ysin. O'sha olgan narxlarga kami 4 barobar, 3 barobar narx bo'lib ketadi aka. Kelajagi bor yaxshi narsalar. Aka. Oh, xudoyim. Gap pulida Sadulloh. Gap pulida aka. Ikrom aka bularda aka. Bo'ladigani. Bo'ldi mana, bo'ladiganda aka 2 million 600 ming so'mdan bir joyga olsin. Sadulloh. Taqaragani. Aka Arzonchisiz. bo'ldi, hisobga to'g'ri 2,5 milliondan. Asadulloh deganda. Aka 2,5 dan cho'pon ham bermaydi bu narxga, Ikrom aka. Bir yerga beraylik biz. Biz sotaylik. Bo'ladigan narxini ayting. 2 million 400 dan. Barakasini bersin. Bo'ladigan narx. Bo'ladigan narxi aka. Faqat bitta ikkitaga tanlab olishga 26-27 ligi ham bor ichida. Mashalloh, mana 2 million 400 ming so'mdan aka bu so'nggi partiyalarimizda. O'y, bunaqa narxni 2024-25-yil eshitganman, to'g'risiga. Aka men hozir 2026 ni yarimmi? Keng mana Ikrom aka. Narxni sindirish mana bunaqa bo'ladi. 2 million 300 ming so'mdan mana. Voy Asadulloh. 2 million 300 ming so'mdan hammasini olsin. Asadulloh. Hammasini olsin aka. Bonusi bor. Barakasini bersin. Asadullohni duo qilib qo'ying. Arzon bo'lsa videoni oxirigacha ko'rganga aka, xudo xolisa bonusi bor. Hammasini olsin mana bog'imizdan 4 kilo gilosimiz bonus aka. 2 kilo qulupini bo'lar aka. 1 kilo olmasi bilan mana. 1 savat mevasi bilan ketdi. Barakasini bersin. Mashalloh. Akalar telefon qilishga shoshilavering. Mana sizga 2 million 300 ming so'mdan 200 dollarga aka 100 ming so'm kamiga. Bor baraka degan ekan.